Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir biz Uzun tumani, Uzun shaharchasidamiz. Mana bu yerda bir singlimiz 1,5 yildan beri bir joylik bo'lib qolgan ekan. Endi nima deydi, noilojlikdan menga murojaat qilgan joy edi. Hozir singlimizni 3 nafar farzandlari bor, ko'rib turgan bo'lsalaring. Singlimizga sal yordam kerak bo'lyapti. Nima deydi, qo'ldan kelgancha kimdir 5 ming, kimdir 10 ming yordam qilsalaring yaxshi bo'ladi. Shu misol uchun agar ishonmaganlar bo'lsa kelib ko'rishlaring mumkin. Ulug' ayyom kunlarda endi kimdir yurgandir, misol uchun qayerga ehson qilishni bilmay ko'rib turibsizlar. U haqiqat, bu yolg'on yashiriq yo'q bu yerda. O'zlaring bemalol kelib ko'rishlaring mumkin. Mana farzandlari, o'zi otasi ham, tog'i ham ikkinchi guruh nogiron ekan, akasi yo'q, ukasi yo'q. 3 ta ayol kishi misol uchun hech kim hech qayerda ishlamaydi, shu grupaga qarab qolgan. Xullas qisqacha ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ishonmasalaring singlimizni o'zidan ham bir og'iz eshitib ko'rasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men bunday kunni boshimga tushishini bilmagandim. 1,5 yildan beri bir joylik bo'lib qolganman. Bo'ynimdan sinib operatsiya davolanishimga ozroq pul kerak edi. Imkoniyatimiz yetmayapti. İşte farzandim bor. 1,5 yildan beri yotaman. Bir joyda yotishdi. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Og'riqlardan charchadim. Har kuni shu og'riqlar bilan yashayapman. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, yordam beringlar. Turib ketishimga yordam bersalaringizlarni duo qilaman. İşte farzandim uchun, oilam uchun yordam beringlar. İltimos qilaman, duo qilaman. Sizlar qaytmasa Xudodan qaytsin. Turib yurib ketishimga yordam bersalaring. Qiynalib ketdim, yotaverib. Agar imkonlaringiz bo'lsa yordam beringlar, davolanishimga, oyoqqa turib ketishimga. İmkoniyatim yo'qligidan murojaat qilishga majbur bo'ldim. Hurmatli kuzatuvchilar, mana otamizni o'zidan qisqagina eshitdilaring. Imkonlaring yetgancha ulug' ayyom kunlarida yordam qilsalaring yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Shu videoning tagiga telefon nomerlari bilan katta raqamlarni tashlab o'tib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli yurtdoshlar, noilojlikdan nima deydi, uyal tortinib, iloji yo'qlikdan o'zim ikkinchi guruhda invalidiman. Shu sizlarga murojaat qilib chiqyapman. Qizim bu yerda birinchi guruhda invalidi. Mana shu qizimga yordam berishlaringizni iltimos